O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabr kungi o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'iga asosan Asaka tumani Ichki ishlar bo'limiga biriktirilgan 25-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati, Oltinko'l tumani Ichki ishlar bo'limiga biriktirilgan 4-son umumta'lim maktabi hamda Izboskan tumani Ichki ishlar bo'limiga biriktirilgan 3-son umumta'lim maktablariga tashkiliy, tarbiyaviy va uslubiy metodik jihatdan ko'maklashish borasidagi amaliy chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Xususan, joriy yilning 16-iyun kuni yuqoridagi maktablar o'quvchilari o'rtasida ona vatanga bo'lgan muhabbat va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash maqsadida tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadida ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi, ekspert kriminalistika va maxsus otryad hamda kinologiya xizmati xodimlari o'zlarining xizmat avtomashinalari, sohaga oid maxsus vositalari hamda ko'rgazmali qurollari va chiqishlari bilan ishtirok etdilar. Ushbu tadbirda maktab o'quvchilari faol ishtirok etishib, ularning ichki ishlar organlariga bo'lgan qiziqishlari uyg'onganligi yaqqol namoyon bo'ldi. Shu kuni o'quvchi yoshlar Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyiga olib borilib, u yerda ularga mavjud elektron simulятsion tirda amaliy hamda nazariy mashg'ulotlar o'tkazildi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar simulятsion qurollardan amaliy o'q otish mashqlarini bajarish usullarini o'rganib, har bir quroldan o'q otish mashqlarini bajardilar. Bir so'z bilan aytganda, tashkil etilgan ushbu tadbirlar o'quvchi yoshlarda katta taassurot qoldirib, ichki ishlar sohasiga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirdi.